Assalomu alaykum. Bizani kuzatib yurganlar mana Nodir endi kamerada uyaladi, ukamiz. Sizlarga bir nima deydi? Ilashdim dedim, ulashdim deydimi? Malina ko'chatlarimiz bor ekan. Nodir bu qanaqa ko'chat bular? Bu Inrasadere italyanskiy. Hosili qanaqa? Ani katta hosilmi, mevasi? Eng yiriga mana shu. Uni rasmini hozir tashlab beraman, men uni montaj qilib qo'yib beraman, ko'rasizlar. Agar shunaqa malina ko'chatlar kerak bo'lsa, sizlarga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Nodirni o'zini telefon to'g'ridan-to'g'ri tashlab beraman. Ko'chatlar mana xohlasanglar katta ko'chat bor. Undan tashqari mana yejevikalarni ham to'g'irlayapti. Yejevika ko'chatlari bor. Bular hammasi hosil beradi. Ani 1 yillik emas. Bu ko'p yillik hisoblanadi. Bir xillarnikini eksa sразу уже hosil pasayib qoladi yoki qurib qoladi. Mana ko'chatlar tayyor, savdoga tayyor. Narxi necha pul? Sразу aytib ani bir xil pasport so'raydi, necha pul, narxi qanaqa? Tuvedigilari 35 mingga beramiz. Mana tuvedigili 35 mingdan. Mana tayyor. Buni xohlasanglar garshokka ekib, tuvega 8 kiloli, 10 kiloli tuvega uyga qo'ysa ham bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Mana. A bunaqa kattalarchi? Yo bular o'zi hosilda. Hosilga kiradi. Ha, bo'ldi. Asosan faqat kichkina mana bunaqa tuvedagilar sotilar ekan. Bo'lmasam sen telefoningni yozib qoldiraman, sen roziliging bilan senga murojaat qilishadi. Kuzatib boringlar, yangilik, yaxshiliklarni shunaqa qilib ulashib sizlarga taqdim qilaveramiz. Rahmat.